mehnat muhofazasining yangi bosqichi. Ish joyida sun'iy intellekt va raqamlashtirishning roli mavzusida ko'rgazmali seminar tashkil etildi. O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasi tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirda mehnat muhofazasini ta'minlash bilan bog'liq jarayonlar namoyish etildi. Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan tashkil qilingan mazkur tadbirda O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasi mas'ullari, korxona tashkilotlaridagi boshlang'ich kasb uyushmalari tashkilotlari raislari, mehnat muhofazasi bo'yicha vakillar ishtirok etib, ish jarayonida mehnat muhofazasini ta'minlashda yangi va zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish, bu borada raqamlashtirishni yanada kengaytirish masalalari yuzasidan taqdimotlar o'tkazildi. Sohaviy korxonalar tomonidan ish jarayonlarida mehnat muhofazasini ta'minlash bilan bog'liq amalga oshirilayotgan jarayonlar namoyish etildi. Sun'iy intellektni va raqamlashtirishni ish joyida aynan xodimlarga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligiga e'tibor qaratildi. Chunki hozir ko'ryapmiz, ish o'rinlarining avtomatlashgani yoki egzoskeletlar yoki robotlashtirish, umuman olganda mana shu jarayonlarni qaysi jihati bilan xodimlarga yaxshi bo'ladi yoki qaysi jihatlari xavf-xatarni tug'diradi. Masalan, biz ko'ramiz, xavfli zonalarda ko'proq robotlardan foydalanish bu insonni salomatligi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni yechimiga olib keladigan bo'lsa, lekin doimiy o'sha xodimlarni bir nuqtaga qarab tikilib uzoq kuzatishlari, stress holatlarini yoki qimirlamasdan o'tirishlari, albatta bu o'sha tayanch harakat tizimlariga ta'sir ko'rsatishi, psixofiziologik holatlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekanligi yoki bo'lmasam biz yana ko'ramiz o'sha zararli, xavfli bo'lgan zonalarda, mana hozir ko'ryapmiz, dronlarni uchib o'sha radioaktiv moddalar bor bo'lgan joyda yoki bo'lmasam xavfli zonalarda borib syomkalarni qilib keladi. Bu albatta xodimlarni, demak, kasallanishini oldini oladi. Xodimlarga qulay sharoitlarni yaratish maqsadida mehnat muhofazasini bugun yangi bosqichga ko'tarilayotgani va bunda butun dunyo davlatlarining tahlillaridan foydalanib ish o'rinlarini yaratishda ish beruvchilar e'tiborini tortdik. Darvoqe Xalqaro mehnat tashkilotining tashabbusi bilan 2003-yildan boshlab 28-aprel Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni deb e'lon qilingan. Ushbu sanada dunyoning 120 dan ortiq mamlakatlarida ish joylarida bo'layotgan baxtsiz hodisalar, kasb kasalligiga chalinishni oldini olish, mehnat muhofazasiga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan turli tadbirlar tashkil etib kelinadi. O'zbekistonda ham xodimlarni xavfsiz va qulay mehnat sharoitida ishlashini huquqiy asoslari yaratilgan. Bu bosh qomusimizda ham alohida kafolatlangan. Anjumanda so'z olganlar mehnat muhofazasining yangi bosqichida ish joylarida sun'iy intellekt hamda raqamlashtirishning roli, korxona va tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilishni raqamlashtirishda IT mutaxassislarining o'rni mavzularida ma'ruzalar qilishdi. Mehnat muhofazasi va raqamlashtirish bosqichiga o'tish to'g'risida ma'ruzalar eshitildi. Maqsadimiz ish sifatini oshirish va xodimlarni mehnat muhofazasi samaradorligini oshirishga qaratilgan. Tadbir davomida mehnat muhofazasi va xavfsizligi bo'yicha jamoatchilik nazoratini tashkil etish yuzasidan o'tkazilgan ko'rik-tanlov g'oliblari taqdirlandi. Eng yaxshi tashkilot, eng yaxshi kasb uyushma qo'mitasi, mehnat muhofazasi bo'yicha vakil, mehnat muhofazasi bo'yicha yosh mutaxassis nominatsiyalari bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritgan korxona, tashkilot, muassasa, kasb uyushmalari qo'mitalari, mehnat muhofazasi vakillari hamda yosh mutaxassislariga tashkilotchilarning esdalik sovg'alari topshirildi.